Aziz obunachilar, hurmatli ayollar, bizada yana bir go'zal natija. Bemorimizda rovna bir hafta oldin yuqori qovlar blefroplastik amaliyoti klassik tipda o'tkazib berganmiz. Bemorimizda ikkilamchi blefroplastik amaliyotni o'tkazdik. Ya'niki 7 yil oldin bemorimiz klassik blefroplastik amaliyotni o'tkazganlar va yana osilish bor edi. Undan tashqari grijjalar bor edi bemorimizga. Klassik blefroplastika yordamida tashqi burchaklarni ko'rib turganingizdek ko'tarib berganmiz. Strelkalari ham mana shu ma'lum miqdorda ko'tarilgan. Undan tashqari yog'lar bor edi. Yog'larni hammasini bartaraf qilib, shunaqa chiroyli natija chiqarib berganmiz. Ko'rib turganingizdek, choklarning holatini 7 kun uchun bu juda ham ideal natija. Ya'niki ikkilamchi blefroplastikada chandiq borligi hisobiga chandiqlanishi, bitish jarayoni ozgina uzoqroq muddatgacha bo'ladi. Lekin bemorimizda kollagen, elastin ishlab chiqarishi juda ham yaxshi bo'lgani hisobiga 7 kunda уже 1 oylikdek bitib ketgan. Juda ham chiroyli natija, bemorimiz xursandlar va bemorimizga yana yosharish amaliyotini qilib berganmiz. Aziz obunachilar, hurmatli ayollar, chiroyli natijalarga, chiroyli husnga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Renessans klinikasida sizlarni kutib qolamiz. Hammaga rahmat.